Assalomu alaykum Nabijon Nurmatov Live kanaliga xush kelganingiz. Ya'niki bugun biz Qum Sangirda 28 fevral kuni akşam soat 11 da video olyapmiz. Yana bir kishi 12 ming somon ehson qildi. Oncha inson 12 ming somonni ehson qilish juda qiyin, chunki shu insonlarni deb, shu boboyman mamaydi deb 12 ming somon ehson qildi. Ehsonlari qabul bo'lsin. Topgan tutqanlarning barakatini bersin. Birlariga ming, minglariga million bersin. Shuni ota-onasiga rahmat, shunday insonni, shunday saxiy insonni tarbiya bergan ota-onasiga rahmat. Baba o'zingiz bir shunday insonga rahmat deb, ya'niki bular qarzlardan qutuldi, xursand. 12 ming somon bilan yana oxirida videomizda kimdir pul tayladi, kimdir tarqatdi, kimdir gruppa nimadir sababchi bo'ldi. Hammalaringizga katta rahmat. Inshaalloh shunday ehson qilishdan, shunday kasaldan, shunday narsalardan saxiy insonlarimiz bor ekan. Hammalaringizga katta rahmat. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun yana o'razada kimdir fitr pul tayladi, kimdir zakat tayladi. Ehsonlaringiz qabul bo'lsin. Omin hammalaringa aka, ukay, baba, savalar taylaganlar nimalaring qabul bo'lsin. Xudo ömürlerin uzak bo'lsin. Yigitlarni qullab sog' salomat bola-chaqalaringning oldiga kelib to'y tomosha qilinglar. Dünya turguncha turinglar. Mana bugun 12 ming akib berdi bir kishi, u kishiga ham shu uzoq umrlar tilaymiz. Sog' salomat bola-chaqasi bilan o'ynab to'y tomosha qilsin. Allohu akbar. Mama, siz nima deysiz? Xudojon hammalaringizni umrlaringizni uzoq qilsin. Hammalaringizni sadaqalaringizni Xudojon bola chaqalaringizni huzuri bilan qaytarsin Xudojon. Xudojon buncha umid qilmagan edik. Xudo hammalaringizni umrlaringizni bersin. Rahmat sizlarga. Shu 12 mingda jo'natgan ukamizga ham katta rahmat. Shuncha bizni izzat qilasizlar deb hech ham o'ylamagandik sizlarni. Xudojon, Xudo izzat qilsin. 1,5 yil biz bobangiz bilan azob tortardik. 1,5 yil azobimizni yengillashtirdilar. Katta rahmat. Yuzga kiringiz. Maşallah, kimdir ehson qildi, kimdir nimadir qildi, kimdir sababchi qoldi. Hammalaringizga katta rahmat. Oncha inson 12 ming somon ehson qilish qiyin. Agar eshigimizdan biri 1 so'm tilanib kelsa, hamma berish qiyin. Endi bunday insonlarni inshaalloh Alloh taoloni yaqin bo'lib, oxiratni o'ylagan insonlar ekan. Kimdir 10 so'm taylagan bo'lsa ham, 10 dirham taylagan bo'lsa ham uyati yo'q. Ehsonlaringiz qabul bo'lsin.